Qadrli muxlislar, albatta mutaxassis tavsiyalariga amal qilasiz degan umiddamiz. Dasturimizni davom ettiramiz. Ana endi shu kunlarda mamlakatimizda yoshlar oyligi o'tkazilmoqda. Jizzax viloyatining Arnasoy tumanida O'zbekiston Milliy universiteti talabalari va tuman yoshlari ishtirokida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar festivali tashkil etildi. Tuzkon ko'lida kompleks geografik o'lkashunoslik mavzusida bir hafta davomida o'quv dala amaliyotini o'tagan Milliy universitet talabalari mazkur festivaldan chin ma'noda unutilmas taassurotlar olishdi. Tuzkon Jizzax viloyatidagi Aydar Arnasoy ko'llar tizimiga kiruvchi yirik tabiiy havza. Arnasoy tumani markazidan 30 km masofada joylashgan ko'l yuzasi 700 kvadrat kilometrdan ziyod. Ko'lning sharqiy va janubiy sharqiy qirg'oqlari chuqur kirib boruvchi qo'ltiqlardan iborat. Botqoqlik va qamishzorlar qoplagan sohil tabiati juda maftunkor. Qamish, yulg'un va ajriqlardan iborat to'qay o'simliklari, atrofida esa 1 yillik efemer va efemeroid o't o'simliklar va saksovullardan iborat cho'l o'simliklari o'sadi. Eng muhimi, mazkur yirik havzada 20 dan ziyod tur baliqlar yashaydi. Laqqa baliq, zog'ora baliq, oqqayroq, lesh, sudak, qizil ko'z, tovon baliq, ilonbosh va boshqa jami 14 tur baliqlar ovchilik ahamiyatiga ega. Bir so'z bilan aytganda, Tuzkon ko'li va unga yondosh cho'l sharoiti ekoturizm maqsadlarida salohiyati yuqori bo'lgan hudud sifatida e'tirof etiladi. Shu ma'noda Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Geografiya va geoaxborot tizimlari fakulteti geografiya yo'nalishi 2-kurs talabalarining bir hafta mobaynida Arnasoy tumanida kompleks geografik o'lkashunoslik o'quv dala amaliyoti o'tagani bu endi aynan Tuzkon ko'li misolida ekoturizm yo'nalishida tabiiy iqlim sharoitli maskanlarning iqtisodiy-ijtimoiy holati, ekoturistik, etnografik va boshqa turistik obyektlarni o'rganish va ularning turizmni rivojlantirishdagi salohiyatini tadqiq etishdan iborat. Amaliyot davrida Aydar Arnasoy ko'llar tizimining bir qismi bo'lgan Tuzkon ko'li va sohil bo'yi hududlarining turistik salohiyatini o'rganish va kelajakda turizm sohasini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Biz talabalar bugungi kunda Jizzax viloyatining Arnasoy tumaniga tashrif buyurishimizdan maqsad 1 yil davomida auditoriyalarda olgan umumiy hamda mutaxassislik fanlaridan olgan nazariy bilimlarimizni amaliyotga tatbiq qildik. Yoshlar tashabbuslari turizmni rivojlantirishga xizmat qiladigan yagona maqsad atrofida Tuzkon sohillarida birlashdi. Ko'l sohilida O'zbekiston Milliy universiteti talabalari va Arnasoy tumani yoshlari hamkorligida Yangi O'zbekiston yoshlari birlashaylik shiori ostida yoshlar festivali tashkil etildi. Festival doirasida ko'ngilochar dasturlar, zakovat intellektual o'yini, sport musobaqalari o'tkazildi. Ma'rifatga chorladi bizni Ko'hna shoshning nurli maskani, yurtimizning ne oydinlari Dorul Funun atashar uni. 100 yildirki uning bag'rida ilmi urfon nuri o'chmagay, unda saboq olgan dillarga zalolatning zangi ko'chmagay. O shoirlar yashadi senda, sayqal topib so'z jilolari, Oripov va Vohidovlardek tanildi xalq qahramonlari. Dorul Funun sening bag'ringdan nur ziyolar taralib tursin, bir asrdan oshibdi yoshing, tabarruk yosh muborak bo'lsin. Talabalar va tuman yoshlari sohil bo'yida sportning plyaj futboli va voleybol, tosh ko'tarish, arm wrestling, kamondan o'q otish, uzoqlikka sakrash kabi turlar bo'yicha o'zaro bellashdilar. Festival 400 nafardan ziyod yoshlarni o'zaro birlashtirish, ularda vatanparvarlik, uyushqoqlik, g'ayrat, shijoat hamda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda katta ahamiyat kasb etdi. Musobaqalarda g'olib bo'lgan sportchi yoshlarni taqdirlash festivalning eng qaynoq nuqtasiga aylandi.